usually proof yo'li bor. Qaranglar. Chizib tushuntirishga harakat qilaman. Mana shuni olaylik. Mana bu rectangle-ni. Okay. Bitta tomoni f bo'lsin. Misol uchun, bu tomoni f, bu tomoni j bo'lsin. Buni yuzi nima bo'ladi? F ko'paytirilgan j bo'ladi. Okay. Endi tasavvur qilinglar. X ozgina o'zgarsa, ikkalasi ham o'zgaradi, to'g'rimi? Misol uchun bu tarafdan qanchadir o'zgardi. dj yoqi df. To'g'rimi? Bundan chiqdi nima deydi? To'rtburchagimiz ham ozgina yoqi o'zgaradi. Mana shu tarz. Demak, kichkina o'zgarishni qaranglar, qancha o'zgarish bo'ldi. Endi mana shuni hisoblashimiz kerak. Qancha o'zgargan? Okay. Mana bu area kerak bizga. To'g'rimi? Mana shu o'zgarish. Bu rectangle ni yuzi nima bo'ladi? Kichkina rectangle mana bu yerdagi. Bitta tomoni j, ikkinchi tomoni df, j times df bo'ladi. Bu yoqda ham bu f ga teng. Qanchaga o'zgardi? dj ga j. Mana bu yerda kichkina rectangle bor. Bitta tomoni df, bitta tomoni dj, df, dj. Okay. Bu yerda df, gf, infinitesimal numbers, infinitesimal change yoki bu infinitesimal degani juda ham nolga ham yaqin sonlar degani. Mana bu df nolga intiladi, gf ham nolga intiladi. Nol degani emas, nolga juda ham yaqin son. Okay. Demak, total change qancha bo'ldi? dh total change mana shu area, blue area. J times df plus f areasi f dj plus df dj. Okay. Mana bu nolga intiladi. Nimaga? Chunki ikkalasi ham infinitesimal number, infinitesimal numberni infinitesimalga ko'paytirsanglar, bu nolga intiladi. Juda ham kichkina, chunki ikkalasi ham nolga intilayotgan. Bular nimaga nol bo'lib ketmaydi? Chunki bu infinitesimal emas. Bu yerda kichkina o'zgarish bor va bu yerda bitta function bor. Demak, bu yerdan ko'rib turganlaridek h ni o'zgarish nima ekan? Yoki hosila bilan ham yozib olsak bo'ladi, yoki o'zimizni nima deydi? Leibniz notation bilan x ga dx ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, f dx ikkala tarafni j dx. Yoki bu notation bilan yozadigan bo'lsak, prime notation bilan j f prime x f j prime x. Demak, ko'rib turganlaridek, agar x ni o'zgartirsak, mana bu ko'paytma qanchaga o'zgarar ekan? Mana shunchaga. Bu yerdan o'sha product rule, ya'ni sizlar yodlab olgan product rule kelib chiqadi. Bittasidan hosil olib, ikkinchisiga ko'paytirasizlar. Mana shu.